Assalomu alaykum. Bobur yaxshimisiz? Abdurrahman aka, keling. Ajoyib sog'lisiz. Alaykum assalom. Salomatmisiz? Rahmat. O'z qanday? Akangiz, sinfdoshim Jobirxon yaxshimisiz? Yaxshilar. Uylar. Alhamdulillah. Yangamlar. Ha. Bolalar. Yaxshi. Hoji ota qaranglar. Yaxshi. Ajoyib sog'. Qani o'tiring aka. O'tiring. Ajoyib sog'lisiz. Tinchlik. Omonlik xotincha. Yaxshi bo'lsin. Nasiman? Haligi beni siz oldingizga yuborishdi, mana bu qog'ozni berib. Qani? Yeah. Berdi aka. Bir marta ishga kech qolib kelibsiz. Bir marta ishdan erta ketibsiz. 2 marta ishga kelmabsiz. Mayli mana bunisi korxona mashinasida jarimaga qo'yib qo'yibsiz. Shunaqa bo'ldi endi. Endi aka, bu hayot. Hamma narsa bo'ladi. Siqilmang. Diqqat olmang aka. Aka endi bilasiz. Biz ham shu ishdan bola chaqa boqamiz. Ishimiz shu. Bu yerda 10 minutga deb ko'rsatilgan aka. Endi aka, siz bilan biz begona emasmiz. Qadrdonmiz. Hoji otaning hurmatlari bor aka. Shuning uchun men ham ishimni qilmasam bo'lmaydi. Kameralar olib turibdi, ko'ryapsiz aka. Aka 10 minut emas, 3 minutga beraman sizga aka. Qadrdonchilik. Yaxshi. 3 minut yaxshi. Men tayyorman. Boshlaylik. Mana 3 minutga qo'ydim. Xo'sh. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik bo'lmasa. Hep başaran kursun iflos. Hep turqinga kuydirgi chiqsin. Turqinga tuproq to'lgan turqindan qop turiblar o'sib chiqsin. Maraz. Hey, ishonib yurgan do'stlaringni qara, atrofidagi qo'shnilaringni, kulbatlaringni qara. Hammasi o'zingga o'xshagan eshak miya. Eşeğini pamı. Sen kişiyse eşeğini ortak ekansan. Şimdi korkmanın ya. Sen hıyanet kıldın. Sen kasbinge hıyanet kıldın. Sen işinge hıyanet kıldın. Sen kollektivga hıyanet kıldın. Sen katta bir cemaatga hıyanet kıldın. Sen vatanga hıyanet kıldın. Tuzunu içip tuzluğunga tupurdun. Tut sen ya. Maymun. Maymun. Sen maymunsan. Sen manqursan. Sen manqursan. Sen mohovsan. Senga asli kimligingni endi aytaymi? Sen. Ya. Vaqt bo'ldi. Bo'ldi aka. Yaxshimiz Abdurrahman aka? Bo'ldi, turavering aka. Joningiz sog' bo'lsin. Uydagilarga salom deng. O'zingiz ehtiyot qiling aka. Rahmat. Ming rahmat. Baraka toping. Yaxshiyam mana buni vaqtini 10 minutdan 3 minutga tushirib berganingiz. Shukr shunisiga. Mal'unsan deganingiz mayli edi-yu, ammo maymunsan deganingiz ortiqcha bo'ldi-da. Men qaytib pragol qilmayman. Ishga vaqtida kelaman. Erta ham ketmayman. Hammasini qilaman. Ammo mana shu holaga qaytib kelmayman. Men umrimda bunaqa bunchalik so'kish eshitmaganman men. Abdurrahman aka, yig'lamasangizchi. Abdurrahman aka, yig'lamang. Hammani nima qilay? Hammaning ishi shu. So'kmasam bo'lmaydi.
Ha unda ish bo'lmaydi.